13-masala. DNKda 300 ta adenin nukleotid bo'lib, u umumiy nukleotidlarning 25%ni demak tashkil qiladi deb berilgan. Bu DNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar sonini toping. Xo'sh, bu o'zi bir qator jumla, lekin bu yerda termin bilan aytganda ikkita jarayonni tahlil qilishimiz kerak. Xo'sh, DNK molekulasi bilamiz, nukleotidlar 4 xil adenin, adeninning qarshisida har doimgidek timin, guaninni qarshisida esa har doimgidek sitet. Xo'sh, biz avvalgi video darslarda aytgan edik, DNK molekulasidan informatsion RNKning sintezlanishi bu transkripsiya deb aytgan edik. C deb qo'yamiz qisqartirib. Endi mana shu yerda informatsion RNKdan oqsil molekulasining sintezlanishi bu translyatsiya deyiladi. Endi shuni boshqa rangda yozaylik. Translyatsiya. Demak, u fan til bilan aytganda translyatsiya, bizni tilimiz bilan aytganda tushunarliroq tilda oqsil sintezi jarayoni translyatsiya deyiladi. Xo'sh, bilamizki DNKning tarkibida nukleotidlar mavjud. RNKda ham nukleotidlar, bular nuklein kislota hisoblanadi. Oqsil esa bu o'zi alohida organik moddalarning katta guruhi hisoblanadi. Bu tarkibi aminokislotalar, ya'ni monomer aminokislotalar hisoblanadi. Aynan mana shu oqsil tarkibidagi aminokislotalar ketma-ketligi mana bu DNKmizda yozilgan bo'ladi kod sifatida. Bu nazariy qism sifatida aytib ketaman. Endi hisob-kitoblarga o'tamiz. Xo'sh, DNKda 300 ta adenin bor deb beryapti. 300 ta adenin. Demak, timinimiz ham o'z navbatida 300 ta bo'ladi, ikkalasi 600 ta bo'ladi. U umumiy nukleotidlar, ya'ni mana shu adenin butun DNKning 25% ni tashkil qilar ekan 300 tasi. Yozamiz, 300 ta adenin nukleotidimiz 25% ni tashkil qilsa, umumiy demak nechta nukleotid bor? 100% da. Bu 1200 ta bo'ladi. Demak, mana shu DNKmizda tahlil qiladigan bo'lsak, 1200 ta nukleotid bor. Xo'sh, har doim transkripsiya jarayonida DNKdagi nukleotidlar soni 2 marta kamaygan holatda informatsiya RNKda o'sha copyright bo'ladi. Ya'ni DNKda 1200 ta nukleotid bo'lsa, bu yerda 600 ta nukleotidga ega bo'lgan bir zanjirli informatsion RNK molekulasi sintezlanadi. Endi shu yerda yana izoh sifatida aytib ketaman. Transkripsiya jarayoni faqat informatsion RNK sintezlanadi degani emas. DNKda bilamizki, nazariy jihatdan 3 xil RNK turi mavjud: transport, ribosomal va informatsion. Mana shular hammasi sintezlanishi mumkin. Ayni mana shu jarayon uchun oqsil sintezida asosiy nuqtada DNKdagi kodni informatsion RNKga ko'chirganligi sababli biz informatsion RNK deb aytyapmiz bu yerda. Xo'sh, endi informatsion RNKda oqsil sintezlanish jarayoni bu translyatsiya dedik. Aynan translyatsiya bosqichida har 3 ta nukleotid bitta aminokislotani kodlab beradi. Demak, mana bu yerda ko'rsatib qo'yamiz. Keling, bitta aminokislota deb tasavvur qilsak, aminokislota mana shu aminokislota. Bu nima tarkibida? Oqsil tarkibida bo'ladi. Endi mana shu bitta aminokislotani har doim demak 3 ta nukleotid kodlaydi. Bu qayerda bo'ladi? Mana AUK metionin aminokislotasini kodi hisoblangani uchun metionin mana shu aminokislotani kodi AUK bo'ladi. Mana bu yerda 3 ta nukleotid bitta aminokislotani ifodalaydi har doim. Shuni hisobiga biz mana bu yerdagi 600 raqamini, ya'ni informatsion RNKdagi nukleotidlar sonini, oqsildagi aminokislotalar sonini topishimiz uchun
3 ga bo'lib boramiz. Ya'ni bu yerdagi nukleotidlar soni 200 kechirasiz, amino kislotalar soni 200 tani tashkil etadi. Xo'sh, endi yana asosiy ma'lumotlardan bittasi oqsil tarkibidagi amino kislotalar o'zaro demak peptid bog' orqali birikadi. Mana shu yerda hozir davom bor deb tasavvur qilamiz. Bu yoqda ham davom bor. Shunchaki 4 ta amino kislota va qolganlari yana bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana shu oqsil tarkibida bir qisqa deb ko'raylik. Bu yerda 4 ta amino kislota bor. Lekin mana shu o'rtasidagi bog'lar o'rtoqlar peptid deyiladi. Peptid. O'sha peptid bog'lar soni monomerlar, ya'ni amino kislotalar sonidan bittaga kamroq. Misol uchun shu yerda hozir agar peptidlar, mana bu yerda oqsildagi amino kislotalar soni so'ralgan, bu 200 bo'ladi. Javobimiz C. Ammo boshqa masalalarda kelganda peptid bog'lar sonini so'raydigan bo'lsa, demak 200 dan, ya'ni amino kislotalar sonidan bir raqamni ayirib tashlasak, 199 ta peptid deb chiqib keladi. Javobimiz demak C.